Assalomu alaykum everybody. Sizlar bilan yana Mr. Husniddin. Bugun sizga ingliz tilida speaking ko'nikmasini qanday yaxshilash mumkin degan mavzusida 5 ta oddiy va samarali maslahat beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, bu juda foydali bo'ladi. Unday bo'lsa boshlaymiz. Go. Shadowing. Bu usul juda samarali. Siz ingliz tilida gapirayotgan odamni, masalan, YouTube videolarida, seriallarda eshitasiz va bir vaqtning o'zida u bilan birga gapirasiz. Bu usul sizning talaffuz, intonatsiya va rivojlanishingiz juda tez yaxshilanadi. Ingliz tilini o'rganayotganda ko'pchilik o'z ona tilisidan ingliz tiliga tarjima qilib gapirishga urinadi. Bu sizni sekinlashtiradi. Shuning uchun aynan har kuni kichik narsalarni bo'lsa ham ingliz tilida o'ylashga odatlaning. Masalan, ertalab turasizlarda What will I do today? yoki I am brushing my teeth. Shu orqali miyangiz ingliz tiliga o'rgana boshlaydi. Speaking bu amaliy ko'nikma. Har kuni gapirish kerak. Agar sizda sherik bo'lmasa ham o'zingiz bilan suhbat qiling yoki kamerani yoqib o'zingizni yozib gapiring. Bu orqali siz o'zingizga ishonch hosil qilasiz va qo'rqmay gapira boshlaysiz. Faqat so'zlarni yodlash yetarli emas. To'liq iboralarni o'rganing. Masalan, How are you doing? Could you help me with this? I'd like to order a coffee. Shunda siz tabiiy ravishda gapira olasiz va grammatikani o'zingiz sezib o'rganasiz. O'zingizni videoga yoki audioga yozing. Keyin uni eshiting. Qaysi so'zlarni to'g'ri aytdingiz, qayerda xato qildingiz, shuni ko'ring va o'zingizni tuzating. Bu juda samarali metod, chunki siz o'zingizni tashqaridan eshitishga odatlanasiz. Agar bu maslahatlar sizga foydali bo'lsa, iltimos, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada qaysi maslahat sizga eng ko'p yoqdi, shuni yozib qoldiring. Har hafta yangi foydali videolar chiqadi, birga o'rganamiz. Goodbye.